tadbirkor bo'lsa, o'zi u chorvachilik bilan shug'ullanmaydi. E'tibor bering, chorvachilik shunday narsaki, undan daromad olish juda ham qiyin. Mana e'tibor bersangiz, hozir boshim ham aylanib qoldiki, o'zim ham mana Xorazmga eng zo'r nima chorvachilik bilan shug'ullanar kompleksmi. O'zi 4 ta bo'lsa, 4 tadan bittasi glavni menmiz. Hozir tasavvur qiling, shunday bir tizimli muammoga duch kelyapmiz-ku, hozir olganimizga 1 yil bo'lgani yo'q, uni tekshirishi bilan hisoblab qo'yganda yanvar oyidan may oyigacha bo'lgan tizimga 1,5 milliard so'mlik bizga jarima qanday tekshirish. Shuning uchun tizimli muammoga bir narsa aytmoqchimanki, agarda chorva tashkilot bo'lsa, fermer bo'lsa, uni 3 yil, 5 yilgacha umuman tegish kerak emas, tekshiruvdan ozod qilish kerak. Yaqinga mana qo'shiqchilarga medal orden berganga, chorvachilarimizga shuni qahramonligi uchun bularga medal orden berish kerak. O'zi aslida shu ish bilan shug'ullanish va chorvachilarga tegmaslik kerak. Hech bo'lmasa 3 yil, 5 yil ular yangi tashkil bo'lganda. Tasavvur qiling, hozir 3 yil, 1 yil bo'lmasdan tekshirdi, 1,5 milliard hozir kartotekga qo'ydi. Meni 700 ta nemis mollarim bor edi. Nemis, tasavvur qiling, eng zo'r mollar. Xorazmga 1-o'rinda. Hozir o'lib, tirilib, bir baliqib 450 tasini saqlab turibmiz. Hozir agarda kartotekani ochmasa, qolgani ham o'lib ketadi. Kartoteka nima hisobdan? Kartotekani ana soliq tekshiruv o'tkazilgan, qaysidir ana chunki davlat vazirlar mahkamasining qarori to'g'ri chiqquncha mollarimiz ovqat yeyish kerak. Endi biz majbur bo'ldik. Ana salarkalarda naqd pulga oldik. Nima oldin o'tgan safar ham bir ko'tardim-ku, shaharga bo'lgan korxonalarga yer sotib sistemasi yo'q edi. O'tgan 3 oy oldinmi, 2 oy oldin shuni ko'targan. Uni vazirlar mahkamasidan qarorni chiqarib, to'g'ri mollar o'lib qolmaydi. 700 ta mol tasavvur qiling, nemisning mollari. Mana shuning uchun men yaqinga yana qaytarib aytaman, qo'shiqchilarga medal berganga bu chorvachilarga ham bir medalma orden olgani hol eshitganim yo'q. Hozir birontasi aytmaydi-ku, men shu chorvachilikni ko'rdimda baraka topdim deb hol birontasini hammaning muammosi. Unisi 10 gektarga ek olmayapman, yem qila olmayapman, hokazo. Mana keyin bitta narsani aytaylik. Mana hozir g'izorni ko'rib ko'zlarimga yosh ketyapti. Mana tasavvur qiling, chorvamiz tamom bo'lib ketyapti. Oladigan odam yo'q. Ming qo'ysin, chorvachilik bilan shug'ullanmaydi. Chunki muammo juda ham katta. Shuning uchun sizdan iltimos, mana bizni kartotekamizni yechib bersangiz, hozir 450 ta molimizni ham bir baliq saqlab qolishimiz kerak. Bo'lmasa men o'zim san'at bilan shug'ullanaman. San'at bilasiz, mening korxonam